Yok Amerika'nın klavyen doğru. Bana bir FIFA yok. Demiştim. Hazırlayıp Uzbek'e karşında etkiler. İkincisini vereceğim istiyordu. Alın top bence Bülent Kılıç'ı. Bu Bülent Kılıç. Dostum anne. İyi. Uzbekler için. Gol anası. Bize Uzbek'le kuraş atken bize. Bize kuraş olmuş. Bize kuraş. Hazırlayın. Yes! Bana abone açı. Uygulayan gol vurup gitsek. Hop. İtibar bilmeyiniz. Mana. Yaxşı pas. Hiç kim bizi kuzatma yaptı. Zarba verdik. Kaytarışta. Boskan tıkılyapmız. Tıkıldık. Zarba verişte easy walk. Tep olmadı. Tepip bulmadı. Yok. Himoya, zaşitaya karaylı. Turnu terk etmesligimiz lazım. Va bitta tep vuramam. Bilmadım. Lekin yaxshi o'ynash yaptı. Jahon chempionati o'zi ana shunday bo'ldi. Men esa oston Chikan va bunasi chiganini aytaman. Tavba qilaman. Oston Bruno. Biz kuramiz. Shunday qilgani uchun o'zbeklar uchun biz kuramiz. Bu videoni do'stlarga jo'nating. Zarba berdim, lekin qaytarishdi. Half time. Xayr. Mana obunachilar boshlash ikkinchi taymni va mana ashaddiy kurash yaptı. Mana shunday o'ynar ekanda bu. Safe! O'tkir Yusupovdan safe qildi. No. 3 gol obunachi. Niye kaytarıptı? Gol ama fakat Ayoqqa tepsa biz yuramiz. O'zbeklar uchun gol uramiz. İşte zarba verdik. Gol! Suyaklarını bağışla bo'lmayapti. Gol! Mana. Uzbeklar futbolu o'z legenda o'ynaydi. Mana. Bilmadim mayli. Jahon chempionatini Netherlandiya dokuma David Bonanşa'da. Bunlardan küçük
iltimos kommentariyada buni mayli, lekin ko'raram. Xafa bo'lmaymiz, obunachilar. Video oxirigacha ko'ringlar, yana o'ylayman. Mana yaxshi, mana pastda bitta yaxshi qo'yib yozdim. Yaxshi qo'yib. Au. Obunachilar, hozir men yangi kiraman. Obunachilar, mana bu yoqqa nimadir bo'lib qoldi. Qaranglar, xizmatga. Hozir men to'g'rilashim kerak. Kommentariyada aytib qo'yinglar. Men hozir o'ynayman. FIFA o'ynamagan ancha bo'ldi. Men bilmayman. Yana xabar narsa yozmaylar. To'g'ri. Minecraftmi bu? Hozir. Minecraftdan chiqib bo'lmaydi obunachilar. Lekin men buni O'zbekistonga qarshi конечно net xirlandi. Hop.